2026 yil 15 yanvardan 28 fevralgacha yurtimizda aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish tadbiri o'tkaziladi. Ta'kidlash joiz, bu mamlakat taraqqiyoti uchun juda muhim tadbir. U orqali aholining soni, yosh tarkibi, turmush sharoiti hamda qishloq xo'jaligidagi yer maydonlari va chorvachilik haqida aniq ma'lumot olinadi. Hozirda bu yo'nalishda qanday ishlar amalga oshirilmoqda, umuman jarayonlar qanday o'tkaziladi? Bu haqda hamkasbimiz Nazokat Shorahimova lavha tayyorlagan. Aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish tadbiri. Katta avlod vakillari bu bo'yicha biroz bo'lsa-da ma'lumotga ega, lekin ko'pchilik mazkur tadbirda ilk bor ishtirok etadi. Ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistonda umummilliy ro'yxatga olish oxirgi marta 1989-yilda o'tkazilgan. So'nggi yillarda bu yo'nalishda qator ishlar amalga oshirildi. Jumladan, aholini ro'yxatga olish to'g'risidagi qonun qabul qilinib, aholini har 10 yilda, qishloq xo'jaligini esa har 5 yilda kamida bir marta ro'yxatdan o'tkazish belgilangan. Endi bevosita jarayonlar haqida. Ro'yxatga olish jarayonida aholining yoshi, jinsi, oilaviy holati, ta'lim darajasi, ish bilan bandligi, kasbi, daromad manbalari hamda migratsiya holati bo'yicha umumiy ma'lumotlar to'planadi. Shu bilan birga qishloq xo'jaligi yo'nalishida yerdan foydalanish, chorvachilik va parrandachilik bo'yicha real ko'rsatkichlar aniqlanadi. Aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish bu respublikamizda olib borilayotgan siyosiy jarayonlarning bir asosi sifatida ko'rsa bo'ladi. Sababi rejalashtirilgan barcha dasturlar va ularning tarkibiga kiruvchi loyihalar inson omiliga qaratilgan. Inson omili va aholimizning to'g'ridan to'g'ri soniga, ularning hududlar kesimidagi taqsimoti, demografiyasi, yoshi, gender tarkibiga to'g'ridan to'g'ri bog'liq hisoblanadi. Shuni inobatga oladigan bo'lsak, har bir loyihani, har bir islohotni rejalashtirishda aniq va to'liq statistik ma'lumotlar zarur bo'ladi. Ayni shu holatda aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish bu juda bir to'liq respublikadagi aholi va o'sha qishloq xo'jaligi holatini tasvirlab beruvchi tadbirlardan biri hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish muhtaram prezidentimizni o'zlarining murojaatnomalarida ta'kidlaganlaridek keng ko'lamli islohotlarning ajralmas tarkibiy qismi hisoblanadi. Investorlar muayyan bir hududga investitsiya kiritishda avvalo ma'lumotlarga ehtiyoji juda yuqori bo'ladi. U ma'lumotlarni shakllantirish uchun muayyan bir resurs talab qilinadi. Ushbu resurslarni tejalishiga xizmat qiladi, ya'niki hududlar darajasidagi demografik ma'lumotlar, qayerda qanaqa infratuzilmaga ehtiyoj borligi bo'yicha aniq ma'lumotlar investorlar qo'lida bo'lgach, qaysi hududga qaysi turdagi investitsiya kirishiga oid aniq ma'lumotlar asosida maqsadli mablag'larni yo'naltirishiga asos bo'luvchi muhim iqtisodiy ko'rsatkichlarni yig'ilishiga erishiladi. Ro'yxatga olish ikki bosqichda amalga oshiriladi. Birinchi bosqichda 2026 yil 15-31 yanvar kunlari har bir fuqaro One ID yagona identifikatsiya tizimi orqali www.census.uz sayti orqali onlayn ro'yxatdan o'tishi mumkin. Ikkinchi bosqichda 4-28 fevral kunlari esa respublika bo'ylab yalpi ro'yxatga olish boshlanadi. Bu paytda mahalliy yettili vakillari uyma-uy yurib, planshetlar orqali ro'yxatga olish ishlarini olib boradi. So'rovnoma jami 71 ta savoldan iborat bo'lib, shundan 54 tasi aholi, 17 tasi qishloq xo'jaligiga oid masalalarni qamrab olgan. Ro'yxatga olish davomida yig'ilgan barcha shaxsga doir ma'lumotlar qonun bilan himoyalanadi. Uchinchi shaxslarga yoki boshqa idoralarga taqdim etilmaydi hamda faqat umumlashtirilgan statistik ko'rsatkichlar shaklida foydalaniladi. Albatta ro'yxatga olish zamonaviy texnologiyalarni joriy qilgan holda tobora rivojlanib bormoqda. Avvallari o'sha qog'oz shakldagi blankalardan bu jarayonda foydalanilgan bo'lsa, ma'lumot to'plash uchun hozirgi kunda ma'lumotlarni to'plash to'liq raqamli texnologiyalar asosida amalga oshirilmoqda va bu ma'lumotlarni tezkor va to'g'ri to'plash, ya'ni aniq to'plashga, ularni qayta ishlash jarayonlarini tezlashtirishga, bundan tashqari aholimizga ushbu jarayonda qulay shaklda ishtirokini ta'minlashga yordam beradi. Ayni kunlarda mazkur yirik tadbirga tayyorgarlik ishlari davom etmoqda. Shu kungacha vazirlik va idora vakillari statistika qo'mitasi xodimlari tomonidan o'qitildi. Bugungi kunda Milliy statistika qo'mitasida vazirliklar,
idoralar vakillarini o'qitish, internet orqali ro'yxatdan o'tishlariga tayyorgarlik ko'rish uchun bugungi kunda ularning xodimlarini, vakillarini o'qitish jarayonlari ketmoqda. Shuningdek, qishloq xo'jaligini ro'yxatga olishga alohida to'xtalib o'tiladigan bo'lsak, agar ushbu tadbirda qishloq xo'jaligi faoliyatiga oid bo'lgan muhim ma'lumotlar yig'ib olinadi. Qishloq xo'jaligini ro'yxatga olishda yer fondi to'g'risidagi ma'lumotlar, ularda ekilgan ekin turlari bo'yicha ma'lumotlar har bir hudud bo'yicha alohida shakllantiriladi. Avvalambor ro'yxatga olish ma'lumotlari O'zbekistonda istiqomat qilayotgan barchani qamrab olishi nuqtai nazardan kelib chiqadigan bo'lsak va ushbu tadbir doimiy ham o'tkazilmagan, ya'ni 37 yil deganda ilk marotaba o'tkazilyapti. Demak, kelgusi 10 yillik uchun eng muhim dolzarb ma'lumotlar yig'iladi, ya'niki mahalla darajasidagi aholining tarkibi, yoshi, qayerda qanday ijtimoiy xizmatlarga ehtiyoj borligi nuqtai nazardan eng muhim ko'rsatkichlar yig'ilishini hisobga olsak, hozirda ro'yxatdan o'tayotgan aholi o'zi uchun, nafaqat o'zi uchun, agarda o'rta yoshli avlod bo'ladigan bo'lsa, farzandlari, nabiralarini kelajagiga daxldor bo'lgan qarorlarni, to'g'ri qarorlarni qabul qilishiga muhim asos bo'luvchi ma'lumotlar yig'iladi. Ro'yxatga olish natijalari asosida davlat tomonidan ish o'rinlarini yaratish, maktab, bog'cha va shifoxonalar qurish, ijtimoiy xizmatlar hamda qishloq xo'jaligi resurslarini samarali rejalashtirish bo'yicha qarorlar qabul qilinadi. Fuqarolarga qulaylik yaratish maqsadida onlayn ro'yxatdan o'tish tavsiya etiladi. Ushbu usul orqali savollarga xotirjam va aniq javob berish, shuningdek, vaqtni tejash imkoniyati mavjud.